O'zbekistondagi eng sotuvi yaxshi, eng hadovoy bo'lgan to'tiqushimiz mana bitta bolalabdi. Hozir ko'rsataman deganlar. Nimaga bu hadovoy deganlar uchun bu o'zi ham chiroyli qush, narxi ham o'rtacha. Eng gapirishi zo'r qush mana shu bo'ladi. Men bilganlarcha eng zo'r gapiradigan to'tiqush xuddi mana shu to'tiqush bo'ladi. Bu Jako. Qochanda. Xo'p, mana uchta bolalabdi. Ko'rsatasizlar deganlar. Bu degani bu parani puli chiqdi degan qoch. Xo'p, bular sekin asta olamiz deganlar. Choq $500. Choq yana $500. Choq yana $500 deganlar. 3 ta bolasi $1,500 ga sotiladi. Bu param o'z narxi ham $1,500 atrofida turadi. Bu degani bir marta bolalaganda uje parani puli chiqadi. Bundan bu yog'iga qancha bolalasa hammasi sizlarga foyda bo'ladi deganlar. Bular endi bir hafta 10 kun kasha berib, kasha o'rgatib, keyin sotuvga chiqadi deganlar. Shuning uchun qushchilikni qilish kerak deganlar. Xudo xolsa, o'zimdek firma emas. Bu firmani qaytarini ayta olmayman. Xudo xolsa tez orada o'zimiz noldan quramiz. Qancha pul ketadi, qanchada o'zim pulni oqlaydi, qancha daromad bo'ladi, hammasini ko'rsatib boramiz deganlar.